O'tgan sonlarimizda liberalizm va demokratiya haqida gaplashgan edik va unda odamlar erkin bo'lish kerak, sud mustaqil bo'lish kerak degan gaplarni tinmasdan jo'radik. Xo'p, lekin mana shu mustaqillik va erkinlikni ta'minlaydigan narsa nima deb savol beradigan bo'lsanglar, albatta xayolimizga qanaqadir qonun hujjatlar degan javob kelishi tabiiy. Keling, bugun men sizga xuddi shunaqa hujjat haqida gapirib beraman. Demak, loyihamizning bugungi sonida 13-asrdan to hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan habeas corpus qoidasini birgalikda o'rganib chiqamiz. Siz xuddi shunday kanaldasiz. Meni ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Habeas corpus to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganda shaxsni olib kelishingiz mumkin degan ma'noni anglatadi. U qonun shaklida 1679-yil 26-may kuni qabul qilingan. To'liq nomi esa shaxsning erkinligini yaxshiroq ta'minlash va dengizdan tashqarida hibsga olishning oldini olish. U davrlarda shaxsning erkinligiga asosiy tahdid qirol va zindonlardan kelgan. Habeas corpus kimdir aybdor yoki aybsiz ekanini ko'rib chiqmaydi. U faqat gumonlanuvchini sudga olib kelinishini ta'minlay oladi. Ya'ni shaxs haqiqatdan ham qonuniy hibsga olinganmi yoki noqonuniy? Agarda kimdir o'zini yoki boshqa odamning hibsga olinishini noqonuniy deb hisoblasa, zudlik bilan sudga borish va masalani ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Sudyalar esa bu masalani ko'rib chiqishga majbur bo'lgan. Hech bir erkin inson sudsiz qamoqqa jo'natilishi mumkin emas. Habeas corpusning asosiy masalasi ham shu. Agar kimdirni hibsga olishga yetarlicha asos topilsagina, u qamaladi. Bo'lmasam yo'q. Lekin bu nima uchun shunchalik muhim bo'lgan deyishingiz mumkin. Chunki unda oddiy insonlarning erkinliklari birinchi marta mustahkam belgilanishi va birinchi marta qirollarning huquqlari cheklanishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa bizni 1215-yil 15-iyunga olib boradi. Aynan shu kunda qirol John Magna Carta degan hujjatni yoki ozodlikning buyuk xartiyasini imzolagan. Magna Cartada esa habeas corpus qoidasi ilk marta yozma ravishda qayd etilgan. Magna Carta bu Angliyadagi baronlar va boshqa zodagonlarning qirolga qarshi kurashi g'alabasining natijasi bo'lgan. Ular shu hujjat orqali qudratli qirolning hokimiyatini cheklay olgandi. Lekin bir necha marta bekor qilingan, hatto unutilib ham ketgan. Lekin ingliz burjua inqilobida shu hujjat muhim rol o'ynagan. Habeas corpusga qaytamiz. Uni oddiy odamlarga qanaqa foydasi bo'lgan? Foydasi shundaki, u oddiy insonlarni boy va zodagonlardan himoya qilgan. Ammo keyinchalik bu qoida siyosiy xarakterga ega bo'lishni boshlagan va qirolga qarshi bo'lgan odamlar habeas corpus orqali o'sha qirolning bosimidan qochishga uringan. Lekin 1769-yilda alohida qonun sifatida qabul qilinmagunicha bu qoida to'lovligicha ishlamagan. Chunki sudyalarning o'zi erkin bo'lmagan va shu uchun ham qirollar uni ko'p marta bekor qilgan, buzgan, bo'ysunmagan. Va nafaqat qirollar, balki buyuk prezidentlar ham. Lekin bu haqida keyinroq gaplashamiz. Angliya 17-asr. Habeas corpusga bo'ysunmaslik tabiiyki odamlarda norozilik uyg'otgan. Tortishuvlar ancha uzoq davom etgan. Bir so'z bilan aytganda, parlament qirolga jang boshlagan. 17-asrda jang avjiga chiqqan. Parlament va qirol munosabatlari keskinlashib borgan. 1627-yil John Gempton qamoqqa olingan. U kim edi o'zi va hikoyaga nima aloqasi bor? John Gempton qirolning asosiy tanqidchisi va parlamentda soliq bo'yicha asosiy mutaxassislardan biri edi. 1627-yil u soliq to'lashdan bosh tortgan, chunki soliq qonunga zid va ozodlikning buyuk xartiyasini buzadi deb hisoblagan. U qirol haddan tashqari keng huquqlarga egaligidan norozi bo'lgan. U qamalgandan so'ng 1628-yilda keyinchalik ingliz burjua inqilobi hujjatlarida ko'p marotaba keltirilgan so'zlar o'sha yili petitsiyada imzolangan. Ular quyidagicha edi: hech bir erkin inson qirol yoki maxfiy kengash buyrug'i asosida sababsiz qamoqqa tashlanishi yoki uning erkinligi boshqa bir ko'rinishda cheklanishi mumkin emas. Habeas corpus rad etilishi taqiqlanadi. U har qanday inson qirol, maxfiy kengash yoki boshqa har qanday shaxsning buyrug'i asosida hibsga olinganda ta'minlanishi shart. Agarda erkin inson yetarli sababsiz hibsga yoki qamoqqa olingan bo'lsa va bu habeas corpus aniqlansa, shaxs butunlay ozod qilinishi yoki garov evaziga ozodlikka chiqarilishi shart.
Inqilob davrida habeas corpus ko'p marotaba parlamentga olib chiqilgan. 1668-yil uni alohida qonun qilishmagan, shunchaki to'plamga kiritishgan. 1670-1675-yillarda esa parlament yuqori palatasi qonun loyihasini rad etgan. Va nihoyat 1769-yilda habeas corpus akti alohida qonun sifatida tasdiqlangan. Unda inson davlatga xiyonat va o'ta og'ir jinoyatda ayblanmasa, unga nisbatan habeas corpus qoidasi ishlashi, u bo'yicha qamoqqa olingan fuqaro 8-20 kun davomida sudga olib kelinishi kerak bo'lgan. Agar sud cho'zilib ketsa, garov evaziga chiqarilishi shart bo'lgan. Hukumat esa urush va favqulodda vaziyat paytida habeas corpus qoidasini bekor qilishi mumkin bo'lgan. Bunday amaliyot juda kam qayd etilgan. Angliya va Shotlandiyada habeas corpus 1818-yildan beri biron marta to'xtatilib turilmagan. Xo'p, habeas corpus qanaqa yaratilganini ham tushunib oldik. Endi uni jahonga tarqalishi haqida gaplashsak. Bu qoidani mashhur bo'lishi va demokratiyani ajralmas qismiga aylanishiga yana o'sha AQSh konstitutsiyasi sabab bo'lgan. AQSh otalaridan biri Alexander Hamilton yozganiday, habeas corpus erkinlik va respublikachilikni ta'minlovchi eng buyuk kafolat. Thomas Jefferson esa davlatning muhim tamoyili deb atagan. AQSh konstitutsiyasi 1-moddasi 9-bandiga ko'ra, habeas corpus qoidasi bekor qilinishi mumkin emas. Bunga faqat xavfsizlik masalasi ko'tarilmasa, ya'ni favqulodda holat, urush yuz berganda bekor qilinishi mumkin. Shunday qilib, habeas corpus amerikaliklar uchun davlatni cheklovchi, sud mustaqilligi va fuqarolar erkinligini ta'minlovchi qoidaga aylangan. Shu sababli, hatto Abraham Lincoln 1861-yil fuqarolik urushi vaqtida habeas corpus qoidasini bekor qilganda, bu noroziliklarga sabab bo'lgan. Lincoln o'sha davrdayoq karikaturalar mavzusiga aylanishga ham ulgurgandi. Lincoln bu ishni o'zining siyosiy dushmani John Merrimanning ozod qilinishini oldini olish uchun qilgan edi. Chunki AQSh oliy sudyasi Merrimanni sudga olib kelishni talab qilayotgandi. Shundan keyin habeas corpus Kongress va AQSh prezidentining huquqlarining muammoli masalasiga aylangan. Chunki sudya Teyni habeas corpusni bekor qilish huquqi AQSh prezidentiga emas, balki Kongressga tegishli deb hisoblagandi. 2006-yil AQShda George Bush habeas corpusni inkor qiluvchi va uni chetlab o'tishga ruxsat beruvchi qonun imzolaganda, AQShlik huquqshunoslar bu voqeani milliy sharmandalik va 200 yillik tamoyillarga xiyonat deb baholagandi. Ko'rganimizdek, bittagina qoida hujjat katta mojarolar, o'zgarishlar va karikaturalarga ham sabab bo'la olgan. Shu uchun ham inson erkinliklari, sud mustaqilligi haqida gapirishdan oldin ozgina tarixga qiziqib, amaliy o'zgarishlar qanaqa amalga oshirilgani va o'zi qanaqa o'zgarishlar kiritilgani haqida o'qishimiz, o'rganishimiz kerak. Busiz bizning gaplarimiz uncha tosh bosa olmaydi. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va videoga like bosishni esdan chiqarmanglar. Menimcha bugungi mavzu ham hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi sonlarda bo'lsa, yana ham foydali va qiziqarli mavzularni qabul qilishga tayyor turing. Hozir hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda, sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Miya pichoqmas, lekin chahlisa bo'ladi. Ko'rishguncha. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa davom. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.